Bir vaqtlar Salim ismli yigit yashardi. Uning hayoti oddiy edi. Har kuni ishga borar, vazifalarini bajarib, kechqurun charchoq bilan uyga qaytardi. U hamma narsa normal ekanini bilardi, lekin qalbining bir burchagida nima uchundir o'zini asrdek his qilardi. Bir kuni u yoshi ulug' bir sayohatchini uchratdi. U inson juda tinch va nurli ko'rinardi. Salim u bilan suhbatlashib, o'zining ich-ichidan qandaydir ozodlikka intilayotganini gapirdi. Sayoh kulib javob berdi: "Sen ozodlikni qayerdan izlayapsan?" "Bilmayman, balki kamroq ishlasam, ko'proq sayohat qilsam, moliyaviy erkinlikka erishsam, o'zimni erkin his qilarmidim", dedi Salim. Sayoh bosh chayqadi. "Bu ham yomon emas, lekin haqiqiy ozodlik tashqaridan kelmaydi. Bu sening ichingda." Salim hayron bo'ldi. Qanday qilib? Ozodlik bu hozirgi lahzani qabul qilish va har bir vaziyatda erkin qaror qabul qila olish. Agar sen o'zingni ishlaring, fikrlaring yoki boshqalarning fikri bilan bog'lab qo'ysang, qanchalik boy yoki muvaffaqiyatli bo'lma, hamon asirsan. Salim o'ylanib qoldi. U shu paytgacha hayotini o'zining ichki xohishlari emas, balki jamiyat kutgan yo'nalishda yashaganini angladi. U kundan kunga o'zini kuzatishni boshladi. Har kuni o'zidan so'rardi: "Men buni rostdan ham xohlayapmanmi yoki mendan shuni kutishyaptimi?" Vaqt o'tib u o'zini izlashni boshladi. U yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullandi, yangi bilimlar o'rgandi, o'ziga yoqmaydigan holatlarni asta-sekin tark etdi. Kunlardan bir kun u uyg'onib, qalbidagi yengillikni his qildi. U avvalgidek yashamas, o'zini mahdud qilmas edi, chunki u ozodlik tashqaridan emas, ichkaridan kelishiga ishongan edi. Haqiqiy ozodlik bu hayotingni ongli ravishda yashashdir.